25-mavzuda chiqmagan savollarni ko'ramiz. Savollar chiqmadi. Tushunarli bo'ldimi hammasi? Misol uchun birinchi savol. Qaysi qatorda kuchli elektrolitlar berilgan degan. A javobimizda kaliy nitrat tuz bo'lgani uchun eruvchalik jadvaliga qaraymiz, eriydi. Demak, kuchli elektrolit. Nitrit kislota bo'lgani uchun kislorod sonidan vodorod ayiramiz. Kuchsiz bo'ladi, chunki 1 bo'ladi ayirmasi. Kuchsiz kiradi. 1 yoki 0 bo'lsa kuchsiz kiradi. Vodorod sulfid bu ham kuchsiz deb aytganman. Natriy gidroksid. Natriy gidroksid bu birinchi va ikkinchi A gruppada joylashgan ishqoriy metall asosi-ku bu. Shuning uchun bu kuchli elektrolit. B javobda temir 2 gidroksid kuchsiz. Elektrolit nitrat kislota kuchli. Sulfid kislota qanaqa? Kuchlimi, kuchsizmi? Sulfid H2SO3. Bu ham kuchli. Nimaga kuchli? Nima uchun kuchli? H2SO3. Kuchli kislota. Kislota bo'lsa kuchli bo'ladimi har doim? Hozir aytdim-ku, nima qilamiz dedim. Hozirgina aytib turdim. Nima qilishimiz kerak? Kislorod soni vodorod soni ayriladi. 1 yoki 0 bo'lsa kuchsiz bo'ladi. Hozir bu kuchsiz-ku. Natriy xloridga qanaqa qilamiz? Natriy xloridni kuchli kuchsizligini topish uchun nima qilamiz? Qanaqa topamiz? Kuchli yoki kuchsiz ekanligini aniqlash uchun. Bunda ionlar soni. Yo'q, ion soni deb gapirdimmi men shu paytgacha? Hali biz dissotsialashib o'tmadik-ku. Mana birinchi narsa nima yozdim? Tuz. Bu ham tuzmi? Eruvchalik jadvaliga qaraymiz. Eriydimi? Erisa kuchli elektrolit deb aytdim. Litiy gidroksid kuchlimi, kuchsizmi? Kuchliga kiradi. Birinchi, ikkinchi A gruppada joylashganligi uchun. Birinchi va ikkinchi gruppaga kiradiganlar kuchlilar dedik. Berillli magnitdan tashqari. Perxlorat kislota. H-xlor O4 deb yoziladi. Kuchlimi, kuchsizmi? Perxlorat kislota. To'rtdan yana birni ayiramiz. Hozirgiga o'xshagan 3 bo'lyapti, demak 2 bundan baland bo'lsa kuchli. Sulfat kislota bu ham kuchli. Natriy sulfat tuzga kirganligi uchun erisa kuchli bo'ladi. Eruvchalik jadvaliga qaraymiz. Eriydi. Kuchliga kiradi. Alyuminiy gidroksid kuchsiz. Birinchi, ikkinchi gruppaga kirmaydi bu. Ya'ni birinchi, ikkinchi gruppaga kirmaydigan metallar asosi. Karbonat kislota kuchsiz. Chumoli kislota ham kuchsiz. Natriy xlorid kuchli. Hozir aytib o'tganimizdek. Ana shuni ajratib chiqish kerak edi. Har bittasini kuchli kuchsizga ajratib chiqish kerak edi. Hamma savollar shunaqa. Mana endi hozir dissotsiyalanishga o'tamiz. Dissotsiyalanish nazariyasi. Birinchi bo'lib Svante Arrhenius degan olim tomonidan mana shu nazariya yaratilgan. Svante Arrhenius. Moddalar eritilgan holatda suvda eritilsa yoki boshqa erituvchida eritilsa, gidratlangan yoki salvatlangan holatda bo'ladi. Hozir tushuntirib beraman nimaligini. Salvatlangan holatda bo'ladi. Ya'ni
o'sha erigan modda erituvchi molekulalar tomonidan qo'shilib olinadi. Erituvchi molekulasi erigan moddani atrofdan o'rab oladi. Va agar erituvchi suv bo'ladigan bo'lsa, bunday eritmani biz gidratlangan holatda deb aytamiz. Agar erituvchimiz suvdan boshqa erituvchi bo'ladigan bo'lsa, masalan, spirt, atseton, shunga o'xshagan boshqa erituvchilar bo'ladigan bo'lsa, bu salvatlangan holatda deb aytamiz biz. Tushundikmi? Gidratlangan yoki salvatlangan holatda bo'lar ekan. Gidratlanish degani erigan moddani suv o'rab olsa gidratlangan holatda, gidro degani suv degani o'zi. Salvatlangan degani boshqa erituvchilar, spirtlar, farq yo'q, hammasi suvdan boshqa hammasi o'rab olsa, bu salvatlangan holatda deb aytamiz. Xo'p, endi moddani dissotsialanishi bor. A, B modda bo'ladigan bo'lsa, dissotsialanishi bor. Mana kation va anionga aylanib ketadi. Kation va anionga aylanadi. Mana bu jarayonni biz dissotsialanish deymiz. Mana chapdan o'ngga ketayotgan mana bu reaksiyani ko'rsatayotgan reaksiya bor-ku, mana strelkani ko'rsatib turibman, qora rangga yozdim. Bu jarayon dissotsialanish deyiladi. Endi shu dissotsialanishdan chiqayotgan kation va anionlarni qo'shilib, qaytadan yana molekulani hosil qilishi assotsialanish deyiladi. Assotsialanish. Assotsiatsiya degan so'zdan olinganda, bu assotsiatsiya degani birlashma degan. Assotsialanish. Ya'ni o'sha birlashib, o'sha ionlarni birlashib, yana qaytib molekulani hosil qilishi o'sha. Ko'pincha tuz bo'ladi, tuzla dissotsialanadi o'zi. Ana shu narsani hosil qilishi assotsialanish deyiladi. Endi qaysi moddalar dissotsialanadi? Albatta, elektrolit moddalar dissotsialanadi. Elektrolitlarimiz ikki xil bo'ladi: kuchli, kuchsiz. Ana shu ikkala kuchli va kuchsiz elektrolitlarimiz dissotsialanadi. Biz o'tgan safar tanishib chiqdik, qaysiga kuchli kiradi, qaysiga kuchsiz elektrolit kiradi, qaysi moddalar. Hammasini ajratib bilamiz, hammasini. Endi boshlaymiz. Oksidlarni dissotsialanishini yozmaymiz. Chunki oksidlar suv ta'sirida nimaga aylanib ketardi? Asosga aylanib ketardi, to'g'rimi? Birinchi, ikkinchi A guruhi oksidlar. Masalan, natriy oksid, kaliy oksid, shunga o'xshagan oksidlar nimaga aylanib ketardi? Asosga aylanib ketardi, o'zini asosiga. Natriy gidroksid, kalsiy gidroksid, beril gidroksid, shunga o'xshagan. Asoslar haqida biz boshlab yozamiz. Asoslar dissotsialanishi. Asoslar dissotsialanishi. Endi ikki xil variantimiz bor. Ya'ni asoslarimiz bo'ladi kuchli elektrolit yoki kuchsiz elektrolit, to'g'rimi? Qachon kuchli elektrolit kiradi asoslar? Qachon kuchli kiradi, qachon kuchsiz kiradi? Savol. Asos qachon kuchli elektrolit bo'ladi, qachon kuchsiz? Qaysi asoslar deb savol beradi? Qaysi asoslar? Tushunmadim. Qaysi ekan? Nimadan past bo'lsa? Yo'q. Aloqasi bor bunga. Aloqasi bor. O'tgan safar aytdim-ku, birinchi, ikkinchi A guruhi metallarni asoslari faqat berillий magniydan tashqari kuchliga kiradi. Esga keldimi? Qolganlari berillий magniy ham buni ichiga kiradi, berillий gidroksid,
magniy ham kiradi. Boshqa hammasi temir, xrom va hokazo hammasi kuchsiz elektrotga kiradi. Misol uchun kuchliga natriy gidroksid birinchi gruppa, kaliy gidroksid birinchi gruppa, kalsiy gidroksid ikkinchi gruppa metallar va hokazo ana shu metallarning gidroksidlari kiradi. Bo'ldi, osongina qoidasi. Birinchi, ikkinchi A gruppa, asosiy gruppa. Qizillari bor-ku, o'sha litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy, fransiy, berilliyni, magniyni kuchsizga kiritdik. Kalsiy, bariy, stronsiy, radiy. Ana shular. Sanoqli-ku o'zi. Jadvalni yaxshi bilsak, o'zi sanoqli. Shunisi darajada oldimizga olib aytishimiz kerak-da, savolga. Ana shular kuchli kiradi. Endi kuchli asoslar kuchli elektrotga kirar ekan, biz bularni kuchli asos deb aytamiz. Kuchli elektrotga kirdi. Kuchli elektrolitlar mana shu kuchli asoslar bir bosqichda dissotsiyalanadi. Bir bosqichda. Kuchsiz elektrolitlar esa bosqichli bo'ladi. Bosqichli. Mana misol uchun kaliy gidroksidni dissotsiyalayman. Asoslar dissotsiyalanganda qoidasini aytaman. Metal kationi va gidroksid anionni hosil qiladi. Nechta gidroksid anionni hosil qiladi desa, o'zi bitta OH bor-ku. Bitta OHni hosil qiladi. Yoki kalsiy gidroksid. Yana o'sha narsa. Asoslar dissotsiyalanganda metal kationi va gidroksid anionni hosil qiladigan moddalar hisoblanadi. Tushundingmi? Hammasini shunday bir bosqichda dissotsiyatsiyaga yozar ekanmiz, qachonki ular nima bo'lsa, qachonki ular kuchli elektrotga kirsa, ya'ni birinchi, ikkinchi A gruppa metallarining gidroksidlari bo'lsa. Bitta bosqichda yozar ekanmiz, metalni chiqarib olar ekanmiz, OHni chiqarib olar ekanmiz. Endi boshqalari bo'lsa-chi, boshqa kuchsizlar bo'lsa-chi, temir misol uchun. Ular bosqichli ketadi. Har bosqichida nima qiladi? OHni chiqarib yuboradi. OH chiqib ketadi minus. Nima qoldi bu yerda bizda? Temir OHni o'zi qoldimi? Bitta qoldimi? Ikkita edi-ku o'zi, bitta OH chiqib ketdi. Endi bu zaryadi qanaqa bo'lib qoladi? O'zi 0 deb turuvdi, temir OH2, bitta OH minusni chiqarib yuborsa, o'zi plus bo'lib qoladi. Chunki OHni chiqardi degani minusni chiqardi deganda, OH minus-ku zaryadi. Bitta minusni chiqarib yuborsa, o'zi plus bo'lib qoladi. Endi ikkinchi bosqichda temir OH2, temir OHni o'zida endi mana bu moddamiz chiqdi-ku, mana birinchi reaksiyada, dissotsiyalanish birinchi bosqichda. Ikkinchi bosqichda yana bitta OHni chiqarib yuboradi. Ana endi temirni o'zi qoladi-da, 2 plus bo'ladi endi. Tushundikmi? Asoslarni hammasi shunaqa OH chiqarib ketaveradi. Oksidlar yozmadik, chunki ular asoslarni hosil qiladi. Asoslarning qoidasiga amal qiladi o'sha oksidlar ham demoqchiman. Asoslarni ikkita guruhga bo'lib oldik. Kuchli asoslar, kuchsiz asoslar. Kuchli asoslarni biz bitta bosqichda yozib yuboramiz. Masalan, kalsiy gidroksidni mana bitta kalsiy, ikkita OH qilib yozdik. Kaliy gidroksidni bitta kaliy, bitta OH qilib yozdik. Bitta bosqichda qilib. Kuchsizlarni bosqichli deb aytdik. Nechta OH bo'lsa, o'shancha bosqichda amalga oshadi bular. Bitta OH chiqarib, temir OHni o'zi qoladi. Plus. Keyin o'sha temir OH plus yana OHni chiqardi, temir 2 plus bo'ladi. Bormi savol? Savolimiz bormi? Endi kislotalarga o'tamiz. Kislotalar ham xuddi shunaqa kuchli va kuchsiz bo'ladi. Yana o'sha qoida. Kuchli kislota bo'lsa, bitta bosqichda yozaveramiz. Bir bosqichda bitta qilib yozaveramiz.
Bularni esa bosqichli qilib yozamiz. Ta'rifini aytaman. Kislotalar degani dissotsialanish oqibatida vodorod kationlarini va kislota qoldig'i anionlarini hosil qiladigan moddalar hisoblanar ekan. Vodorod hosil qilar ekan va kislota qoldig'ini. Masalan, kuchli elektrolitga misol qilib, kuchli kislota oladigan bo'lsak, H2SO4. Kislorod sonini vodorod tayyorliganda 2 bo'ladi. 2 dan katta bo'lsa, 2 o'ndan katta bo'lsa kuchli kiritamiz. Dissotsiyalaymiz endi. Dissotsiyalagan paytimizda mana nechta vodorodi bor? 2 tami? 2 ta H+ chiqib ketadi, plus SO4 2-. Bu vodorod kationi, bu esa sulfat anioni hisoblanadi. H xlor O4 dissotsiyalaymiz. Nechta vodorodi bor? Bitta. Bitta H+ chiqib ketadi. Xlor O4 esa minus bo'lib qoladi. Xlor O4 minus. Endi kuchsizga misol yozamiz. Kuchsiz elektrolitga misol yozamiz. Masalan, H2SO3 vodorod kislorod sonini vodorod sonini ayirganda 1 qolyapti. Bu kuchsiz elektrolit. Hozir aytib o'tgandek, bosqichli dissotsiyalanadi. Har bosqichda vodorod chiqaradi endi kislota bo'lgani uchun. H+ ni chiqaradi bitta. Nima qolib ketdi o'zida? Ikkita vodorod bor-ku, bitta vodorod chiqarib yuborsa, H bitta, SO3 bitta H+ ni bergani uchun o'zi minus bo'lib qoladi. Endi shu chiqayotgan gidrokarbonat deyiladi. Bu ionimiz gidrokarbonat. Shu gidrokarbonatimiz yana ikkinchi bosqichda H+ ni chiqaradi. Keyin nima qolib ketadi? O'zi bitta vodorod qoladi, bittasi chiqib ketsa, SO3 ni o'zi qoladi. Ana endi zaryadi 2- bo'ladi. Bu karbonat ion deyiladi. Karbonat ioni yoki anioni desak ham bo'ladi. Ana. Endi vazifa H3PO4 yozib chiqing, har bittasini bosqichli qilib yozamiz. H3PO4 ni va bitta kuchliga misol beraman. Kuchli kislotaga bitta misol beraman. H2 yoki H xlor O3 bo'lsin. Ana shu kislotalarning dissotsiyalanishini yozib chiqing. Yozib guruhga tashlang. Tekshiramiz hozir. H xlor O3, H+ xlor O3-. To'g'ri.
Bu kuchli elektrolit bo'lgani uchun bitta bosqichda yozib qo'yamiz. Bo'ldi. To'g'ri bunisi. Bitta vodorod plyus ketgani uchun xloro3 minus bo'lib qoladi. Ion soni nechta desa, mana bitta H+, bitta xloro3, jami 2 mol yoki 2 ta. 1 mol H xloro3 dissotsiyalansa, mana 1 turibdi-ku, 2 mol ion chiqaradi. 2 mol ion chiqaradi. H3+4 qanday bo'ladi? Dissotsiyalash. Aytdim-ku, bosqichli bo'ladi dedim. Kuchsizga kirgapti chunki. Mana tepada yozib qo'yibman. Bosqichli. Birinchi bosqichda bitta H+ chiqadi, doim bitta H+ chiqaraveramiz. H2PO4 qoladi. Bu ionimizning nomi digidrofosfat. Bu tuzlarimizni o'tganmiz, tuzlar mavzusida. Di degani 2, gidro degani vodorod. Digidrofosfat anioni deyiladi. Keyingi bosqichda shu ionimiz yana bitta H+ chiqaradi-da, vodorodi bitta kamayadi. HPO4 2-. Bu ionimizning nomi gidrofosfat deyiladi bu ion. Keyin shu chiqqan gidrofosfat H+ chiqaradi va PO4 3- ni chiqaradi. 3 ta bosqichda yozamiz. Tushundingizmi? Shunaqa. Endi buni qisqa qilib yozsangiz, o'sha oxirida yozgansiz-ku, shunaqa qilib yozsa bo'ladi. Demak, asoslar ham, kislotalar ham qanaqa ekan? Kuchli bo'lsa bir bosqichda, kuchsiz bo'lsa bosqichli qilib yozar ekanmiz. Chunki kuchlilar o'ylab o'tirmaydi, tezda ionlarga ajralib ketadi, bitta bosqichda qilib yozsak bo'ladi. Kuchsizlar bo'lsa, kuchsiz degani o'zi yaxshi dissotsiyalanmaydi degani, yaxshi ionlarga ajralmagani uchun ular kuchsiz. Xuddi maktabda yaxshi o'qimasa kuchsiz bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa deb eslab qolish oson qilib eslab qoling. Kuchsiz dissotsiyalanadigan bo'lsa, ya'ni yaxshi dissotsiyalanmaydigan bo'lsa, endi biz uni bosqich qilib yozamiz. Chunki u o'ylab yo'llarga ajraladi. Sekin ajralgani uchun uni bosqichli qilib yozamiz. Yaxshi ajralmaydi yo'llarga. Tushundingmi? Sekinlik bilan o'ylab bitta qadam tashlab, o'nta o'ylab, yarimta qadam tashlab shunaqa qilib dissotsiyalanadi. Shuning uchun uni bosqichli qilib yozamiz. Yaxshi dissotsiyalanmaydi bunaqa kuchsiz elektrolitlar. Aytdik-ku biz ularni 3% dan 30% gacha bo'ladi dedik.
30dan baland bo'ladi, kuchlilar. Hozir u vaqtda ham gaplashamiz desizlar darajasi haqida. Endi tuzlari qoldi bizda. Tuzlarni endi biza 3 xil turi bordi, asosiy turlari, to'g'rimi? O'rta tuzdan boshlaymiz. O'rta tuzdan boshlaymiz. Agar o'rta tuz E harfi bilan belgilansa Evchan jadvalida eriydi degani va bunday eriydigan tuzlarni biza bir bosqichda ajratib yozamiz. Bir bosqichda qilib yozamiz dissotsiyalanishini. Masalan, natriy xlorid bu eriydi va o'rta tuzga kiradi. Shuning uchun uni bitta bosqichda natriy kationi, xlorid anioni qilib yozamiz. Yoki natriy fosfat o'rta tuzga kiradi va suvda eriydi. Bitta bosqichda natriy plus fosfat 3 minus qilamiz. Ya'ni 3 ta natriy plus fosfat 3 minus qilib yozamiz. Bitta bosqichda. Bo'ldi. Yoki kalsiy xlorid o'rta tuz eriydi, kalsiy kationi, ikkita xlorid anion. Agar o'rta tuzimiz oz eriydigan bo'lsa yoki qiyin eriydigan bo'lsa, bunday tuzlar dissotsiyalanmaydi. Tushundingmi? Yoki juda ham kam molekulasi dissotsiyalanishi mumkin. Asosan dissotsiyalanmaydi. Tushundikmi? O'rta tuz haqida gaplashdik. Endi men o'rta tuz beraman. Endi o'rta tuz yozaman, o'shalarni hamma eriydiganlarni yozaman, chunki erimaydiganlar dissotsiyalanmadi-ku. Shuning uchun men sразу eriydiganni yozib ketaman. Mayli, orada anaqa qilamiz. Orasida bir ikkita erimaydigan ham yozib ketaman, ajratib olishsiz. Dariy jadval bo'lsin o'zingizda, eruvchan jadvali ham bo'lsin. Mana shu tuzlarni dissotsiyalanishini har bittasini yozib chiqing. E'tibor bering shu narsaga. Agar tuz erimasa suvda, u dissotsiyalanmaydi. Shu narsaga ham e'tibor bering.
Bu yerda mana bu ikkalasi boshlang'ich ikkala tuzimiz dissotsiyalanmaydi. Shuning uchun suv erimagani uchun dissotsiyalanmaydi. Shuning uchun dissotsiyalab yozib o'tirmaymiz. Rux xloridga o'tamiz. O'rta tuz eriydi. Bitta bosqichda dissotsiyalab yozamiz. Rux kationi plus ikkita xlor anion. Yo, kalsiy fosfat aytdim-ku shu narsani tayinladim. Mana shu narsa erimasa dissotsiyalab o'tirmaymiz. Kalsiy karbonat ham erimaydi. Kaliy fosfat. Kaliy va fosfat anioniga aylanadi. 3 ta kaliy plus fosfat. Sulfat NS2+ va SO4 2-. Bu o'rta tuzlar edi. Erisa, demak, bitta bosqichda yozarkanmiz o'rta tuzni. Erimasa umuman yozmasganmiz. Keyingi tuzimiz qanaqa turi bor edi o'zi? 3 ta turdan keyingisi. Yo'q. Ungacha bo'ldi. Aralashmaydi, aralash ham bo'ladi, to'g'ri. O'rta tuz, nordon tuz ikkinchisi. Nordon tuz. Nordon tuz. Nordon tuzlar agar suvda erisa, eriydigan bo'lsa, bosqichli bo'ladi. Agar erimasa, umuman yozilmaydi. Hozirgiga o'xshagan. Faqat bularning bitta farqi, erisa bosqichli qilar ekanmiz. O'rta tuzlarga o'xshagan erisa bosqichsiz qilardik-ku bitta bosqichda. Etap-etap qilamiz, bosqichli qilamiz. Mana misol uchun natriy gidrokarbonat. Ichimlik sodasi deyiladi, natriy gidrokarbonat. Eriydi bu tuz. Bosqichli qilamiz. Qanaqa bo'ladi? Metal kationni ajratadi. Keyin mana bu yerda qolib ketgan qismini ajratadi. Gidrokarbonat anionni ajratadi. Keyin ana shu chiqqan gidrokarbonat anioni yana bosqichli dissotsiyatsiyalanadi. Yana keyingi bosqichda H+ chiqarib yuboradi va bu yerda qoladigan qoldig'i SO3 qoldig'i 2- bo'ladi. Tushundikmi? Natriy gidrokarbonat natriy bilan HSO3 ga aylanyapti, keyin HSO3 H+ chiqarib yuboryapti, SO3 2- ga aylanadi. Keyingisi yana bitta yozaylikchi, kalsiy gidrosulfat misol uchun. Mana bunaqa yoziladi. Yana o'shani metalga aylanadi va gidrosulfatga aylanadi. Nechta gidrosulfat? 2 ta. Chunki mana 2 turibdi-ku. Keyin shu gidrosulfatimiz keyingi bosqichda yana H+ chiqaradi, SO4 2- ga aylanadi. Oxirida nimalar qoldi? Kalsiy qoldi. Gidrosulfatimiz parchalanib ketdi-ku mana desasini. Vodorod qoldi va sulfat qoldi. Biz o'rta tuzlarga ta'rif berayotganda aytamiz. Dissotsiyalanganda metal kationi, mana kalsiy, vodorod kationi va kislota qoldig'i anion hosil qiladi deb aytamiz. Ana shu ta'rif shu yerdan kelib chiqqan. Dissotsiyalanishni bilgan holatda kelib chiqadi. Tushundik-a? Agar erimasa, uni yozib o'tirmaymiz. Yozish shart emas, shuning uchun yozmayman. Men bitta misol beraman yozish uchun. Mana bu kaliy gidrosulfat, litiy digidrofosfat. Mana shu ikkita tuzni dissotsiyalanishini yozdim. Bosqichli qilib.
Demak, kaliy gidrosulfat, kaliy H+ hisoblanadi. Uni olsangiz yaxshiroq bo'ladi. Kaliy plus HSO4 minus qilib, keyin uni yana bitta bosqichda qilib yozsangiz yaxshiroq chiqadi. Bu ham to'g'ri, lekin shunday bosqichli qilib yoziladi-da. Bosqichli qilib yoziladi. Bu ham to'g'ri, lekin qarang, ana bu yerda H yozganingizda mana bunda xatolik ketgan oxirgisida. Qanday xatolik? Litiy plus, to'g'rimi? Litiy bu bir valentku. Bir valent bo'lgani uchun bitta plus bo'ladi doim. H2PO4 minus bo'ladi. Chunki bitta vodorod litiy plus chiqarib yubordi-ku tuz. Litiy plus chiqargandan keyin bu narsa minus bo'lib qoladi. Endi ikkinchi bosqichda H2PO4 minus bitta vodorodni chiqarib yuboradi. HPO4 qoladida 2 minus bo'ladi. Keyin yana HPO4 bitta vodorodni chiqarib yuboradi. PO4 3 minus bo'ladi. Chunki yana bitta H+ chiqib ketadi, bitta plus chiqib ketgandan keyin o'zi minuslashib ketaveradi. Ana unda PO4 2 minus emas, PO4 3 minus bo'ladi oxirida. Chunki fosfat kislotadan hosil bo'lyapti. Fosfat kislota H2PO4 emas-ku. H3PO4 o'shani hisobiga. Endi oxirgisi qoldi, asosli tuzlar. Uchinchi turi. Tuzlarimizning uchinchi turi asosli tuzlar ekan. Bular ham xuddi shunaqa. Agar suvda erisa, bosqichli bo'ladi. Agar erimasa, umuman dissotsiyalanmaydi. Misol uchun yozamiz. Kalsiy gidroksoxlorid. Mana shunaqa yoziladi. Bu yaxshi eriydi bunaqa tuz. Dissotsiyalab yuborsak, bo'ladi mana bunaqa bo'ladi. Kislota qoldig'ini chiqaradi birinchi bo'lib, xlor minus va kalsiy gidrokso qoldig'i qolib ketadi plus. Mana. Keyin kalsiy gidrokso qoldig'i metal o'ziga OH ni saqlagan holatda qolib ketadi. Keyin o'sha holatdagi metal OH ni saqlagan birikma OH ni chiqarib yuboradi. OH minusni chiqarib yuboradi, chunki OH manfiy-ku. OH minus hisoblanadi. Kalsiyni hosil qiladi. Bitta narsani esdan chiqarmaylik. H doim plus bo'ladi. Bu kislotalilikni belgilab beradi. OH doim minus bo'ladi. Hech qachon plus bo'la olmaydi OH. Bu asoslilikni belgilab beradi. Demak, asosli tuzlar, bekorga asosli tuzlar deyilmayapti. Dissotsiyalanganda kislota qoldig'ini, mana xlor minusi, OH ionini, OH anionini va metal kationini hosil qiladigan tuzlar deyiladi ta'rifida. 7-sinf ta'rifida shu narsa turibdi darslikda. Yoki yana bitta tuz yozamiz. Rug' gidrokso sulfat. Mana bunaqa yoziladi. Dissotsiyalangan paytda doim asosli tuzlar birinchi bo'lib kislota qoldig'ini chiqarib yuboradi. Keyin rug' OH plus dan ikkita-ku mana, 2 qo'yamiz oldiga. Mana shuni chiqaradi. Keyin o'sha rug' OH plus yana dissotsiyalash oqibatida OH ni chiqarib yuboradi, OH minusni. O'zi esa rug' 2 plus bo'lib qoladi. Tushundikmi dissotsiyalanishiga asoslanib? Alyuminiy gidrokso fosfat tuzini yozaman, dissotsiyalab yozasiz. Shu tuzni dissotsiyalab yozasiz. Alyuminiy gidrokso fosfat.
nima bo'ldi? Yana o'sha narsa. Kislota qoldig'ini birinchi chiqarib yuboramiz. Fosfat anionini ikkita fosfatni chiqarib yuboramiz, chunki fosfatdan ikkita-ku. Va 3 ta alyuminiy gidroksoqoldog'i. Alyuminiy gidroksoqoldog'i bu 2+ hisoblanadi. Nima uchun 2+ degan savol? O'zi alyuminiy 3+ hisoblanadi-ku o'zi. Bitta OH- o'ziga biriktirib yuborsa, alyuminiy OH 2+ bo'ladi. Mana shu narsani hosil qiladi. Chunki o'ziga OH ni biriktiryapti-ku bu alyuminiy OH. Keyin o'sha alyuminiy OH 2+ yana desatsiolanadi alyuminiy 3+ va OH-. Mana shu ionlarni hosil qiladi. Tushundikmi? Desatsiyalash, oksidlar, asoslar, kislotalar, tuzlar. Savol bormi? Desatsiyalash reaksiyalarni yozish bo'yicha. Hali takrorlaymiz keyingi darslarda. Endi keyingi o'tadigan narsam desatsiyalanish darajasi degan narsa bor. Biza buni ta'rifida ham aytib o'tdik-ku, desatsiyalash darajasi mana shuncha bo'lishi kerak, mana shuncha bo'lishi kerak. Alfa harfi bilan belgilanadi. Sizlar kitobda masalan A ga o'xshab ketadi. Anaqa qiladi, A ga o'xshab ketadi. Yozilishda bosmasi ham bunaqa bo'ladi, yozmasi ham bunaqa bo'ladi. Yozmasi ham bunaqa, kitobda yozilishi ham bunaqa. Xuddi A ga o'xshab ketadi. Alfa. Xo'p, qanaqa topiladi? Desatsiyalanishga uchrayotgan molekulalari umumiy eritilgan molekulaga bo'lamiz. Umumiy eritilgan molekulaga bo'lib 100 ga ko'paytirib qo'yamiz. Mana misol uchun suvga masalan 117 gram osh tuzi soldik. Va desatsiyalanish oqibatida deydi, masalada aytadi. 3 gram natriy kationi hosil bo'ldi deydi. E'tibor berib turamiz. Masalan, ishlaymiz hozir. Birinchi bo'lib natriy xloridni desatsiyalanishini bilishimiz kerak. Natriy plus xlor minus. Bundan tashqari natriy xlorid ortiqcha ham qoladi. Mana 117 gram natriy xlorid nima qilingan? Suvga eritilgan. Necha mol bo'ladi? 58.5 ga bo'lsa 2 molmi? 2 mol jami eritilgan molekula. 2 mol. Bizada natriy kationning massasi bor. Natriy kationni molga o'tamizmi? Massasini bo'lamiz natriyni atom massasiga 23 ga. 1 mol. Endi qaraymiz. Natriy xlorid agar desatsiyalanishga uchramasa, shunchaki natriy xlorid bo'lib turaveradi eritmada. Faqat natriy kationni nima chiqaradi mana? Desatsiyalanish oqibatida chiqadi natriy kation. 1 mol natriy kation chiqdimi? Demak, 1 ga 1 nisbat-ku, 1 mol natriy chiqishi uchun 1 mol natriy xlorid bo'lsa, bizda ham 1 mol chiqdimi? Demak, 1 mol osh tuzi nima qilish kerak? Desatsiyalanishga uchrashi kerak. Formulamizga qaraymiz. Desatsiyalanayotgan molekula sonini bo'lardik umumiy eritilgan molekula. Desatsiyalanayotgan 1 mol, eritilgani 2 mol. Bo'lib turib 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 100% ga desatsiyalanish darajasi kelib chiqadi foizda. 50 mi? Demak, to'g'ri javob necha ekan? %50 desatsiyalanish darajasi bo'ladi. Mana. Masalada ko'rsatib berilgan formulani masalada esga qolishi oson bo'lishi uchun.
Tushundingmi? 25 o'tgan safar berilganda, keyingi safarga masalalarni ko'ramiz. 25 ni ichida bir ikkita qiyini bor. 25-mavzuni. Bir ikkita mana bularga o'xshagan hozir aytaman. Tarkibida 1 mol kalsiy gidroksid bo'lgan eritma orqali 44,8 litr degan-ku. Shunga o'xshagan savollarni ko'ramiz. Dissotsiyalanishdan vazifa 25 gacha bo'ladi. Ertaga yana qo'shimcha darsimiz bo'ladi. 25 gacha 26-mavzu. Harakat qilamiz ishlashga. Ertaga xudo xolasa 25-mavzudan bir ikkitasini ko'rsatib berib, qolib ketgani 26-mavzudan savollar tahlil qilamiz. Ertaga masalalar yechim qilamiz ertaga. 26-mavzu 25-savolgacha deb yozaylik. 25-savolgacha vazifa. 25-mavzu tugatish kerak. Oldin berilgandi-ku 25-mavzu. Tugatmagan bo'lsak tugatamiz. Ertaga xudo xolasa yana shu vaqtda qo'ysak bo'ladi-a? 3 ta. Bo'ladi. Mayli, bo'lmasa ertaga 25 bilan 26 ni to'liq savol masalalar yechimi qilamiz. Rahmat. Mayli, bo'lmasa sog' bo'ling. Masalani qilib turamiz darsga.